Frans Kafka "Labirint", Kavak, ikkinchi qism. Garchi mening bu tekshiruvlarimda hushyorlik juda zarur bo'lishiga qaramay, bu jonzotlarning asosiy maydonchaga yetib kelishga jur'at etganliklari meni g'oyatda xavotirga solar va fikrimni chalkashtirib tashlardi. Bunga aynan nima sabab bo'lganini tekshirib o'tirmoqchi emasman. Maydonning u qadar ham chuqur emasligi yoki havo oqimining tobora kuchayishiga sabab bo'layotgan uzunligi bunga sabab bo'ldimi bilmayman. Shunisi aniqki, ular aqlsiz bo'lishiga qaramay shu yergacha yetib kelishibdi. Biroq men asosiy maydonning devorlarini tagidan kavlayotganimni hali payqamadim. To'g'ri, avvallari ko'p hayvonlar ichkaridagi o'tkir hidlar jalb qilganligi sabab shu yerga yaqinlashib kelishardi va men doim bundan ov qilishda foydalanib qolardim. Biroq bu jonzotlar yuqoridan qandaydir yo'llardan mening yo'lagimga o'tib kelishgan va keyin qo'rqqancha pastga qarab harakatlanishda davom etgan. Hayiqishga qaramay to'xtatib qolmas, shiddat bilan oldinga qarab intilavergan. Endi esa ular bemalol kavlashda davom etyapti. Agar hech bo'lmasa yoshligimdagi va balog'at vaqtimning birinchi yilidagi rejalar amalga oshganda edi, to'g'rirog'i, ularni amalga oshirgani kuchim yetganda edi, menda hozir ularni topishga qaratilgan qat'iyat yetishmovchiligi bo'lmagan bo'lardi. Sevimli rejalarimdan biri asosiy maydonni atrofidagi yerdan ajratib olishdan iborat edi. Ya'ni uning devorini taxminan o'zimning bo'yimga mos ravishda qalin qilib qoldirishdan iborat bo'lgandi. Undan tashqari bu mustahkam maydonning atrofida kichkina poydevorlarni saqlab qolgan holda devorning o'lchamiga monand bo'm-bo'sh yerni boshqa bir maydondan ajratib olmoqchi edim. Men bu bo'sh joyni doimo, garchi bunga biror asos mavjud bo'lmasa ham, faqat men uchungina mavjud bo'lgan va hayotimdagi eng yaxshi joylardan biri sifatida ko'z oldimga keltirardim. Shiftga osilib yuqoriga ko'tarilaman. Pastga sirg'anib yoki dumalab tushgancha yana oyoqlarim ostida qattiq yerni his qilaman. Bu mustahkam maydonda barcha xatti-harakatlarni sinab ko'raman. Ha, maydonning ichida, tashqarisida emas. Bu maydon jonzotlarni ta'qib etish imkoniga ega bo'lib turib, ko'zlarimga ularni izlashdan birozgina tanaffus beraman. Ular bilan yuzlashish quvonchini birmuncha keyinga qoldiraman. Biroq shunga qaramay, ularni yo'qotmaslik uchun maydonga panjalarim bilan yopishib olaman. Agar ularga eltuvchi oddiy bir yo'lgina mavjud ekan, bu xayollarning bari imkonsiz va foydasiz bo'lib chiqadi. Eng muhimi, ularni poylash, mustahkam maydon va jonzotlarni yo'qotganim evaziga bo'm-bo'sh yerni tanlash imkoniyati mavjud bo'lganda, doim bo'sh yerni va maydonni himoya qilish maqsadida uning o'rtida va oldida kezinib yurish imtiyoziga ega bo'lishni tanlagan bo'lardim. Shundan keyin devorlardan hech qanday tovush, maydonning ostidan ham surbetlarcha yerning kavlanayotgan ovozi eshitilmagan bo'lardi. Keyin mutlaqo sokinlik hukm surar va men bu sukunatning qo'rqitchisiga aylangan bo'lardim. U jonzotlarning u yoqdan bu yoqqa g'imirlashini jirkanish bilan tinglamagan, balki bu shovqin meni chetlab o'tayotganda maydonning sokinligidan faqat va faqat zavqlangan bo'lardim. Garchi bu xayollar ajoyib bo'lsa ham, biroq hali bu holat mavjud vaziyatga aylanmagan edi. Allaqachon ishga kirishish payti kelgandi va mustahkam maydonim bilan bog'liq bo'lgan bu xayollar meni ilhomlantirayotgani uchun ham ulardan xursand bo'lishim kerak edi. To'g'ri, avvaliga men uchun arzimas tuyulgan bu ish uchun bor kuchimni sarflashim kerakligi menga asta-sekin ayonlashib borayotgandi. Men yana mustahkam maydonning devorlariga quloq solaman. Ularni qay holatda yuqoridan yo pastdan, ichkari yo tashqaridan tinglashimdan qat'iy nazar, har tomondan ana shunda bir xil sokin shitirlayotgan ovoz eshitilaveradi. Qisqa to'xtamlar bilan uzilgan bu tovushni eshitish uchun qancha vaqt, qanchalar diqqatlilik talab qilinadi. Agar istasangiz bu mustahkam maydondan o'zingizni aldash uchun sabab yo biror tasalli topishingiz mumkin. Boisi qulog'ingizni yerdan ussangiz yo diqqat bilan tinglashdan o'zingizni tiysangiz, bu maydonning kattaligi sabab hech bir tovushni eshitmaysiz hisob. Faqat bu o'ylovlardan biroz dam olish, o'zimga kelib olish maqsadida tez-tez bu tajribani takrorlab turaman. Ovozni eshitmayman va bu bilan o'zimni baxtli his qilaman. Biroq aslini olganda nima ro'y berdi?
Mening dastlabki xulosalarim nega endi hech ish bermayapti? Biroq boshqa taxminlarni ham rad etishga majburman. Bu shovqin mayda jonzotlarni o'z mashg'ulotlari ta'sirida chiqyapti deb ham xulosa qilish mumkin edi. Biroq bu mening barcha tajribamga zid bo'lardi. Axir mavjud bo'lishiga qaramay, men avvallari eshitmagan ovozni hozir birdaniga eshita boshlashim mumkin emasdi. Balki yillar davomida boshpanamga zarar keltiruvchi narsalarga nisbatan sezgirligim biroz o'tmaslashgandir. Biroq eshitish qobiliyatim zinhor zaiflashmadi. Bu eshitib bo'lmaydigan ovoz mayda jonzotlarning faqat o'zlarigagina xos bo'lgan g'ayritabiiyligi edi. Yoki bu yerda men hali ham bilmaydigan boshqa bir mavjudot harakatlanayotganmikin? Bo'lishi mumkin. Miyamga mana shunday fikr bostirib kiradi. To'g'ri, yer ostidagi hayotni juda uzoq vaqt diqqat bilan kuzatganman. Biroq dunyo tasodiflarga to'la va unda yoqimsiz va kutilmagan hodisalar ham anchayin yetarli. Biroq u holda bu bitta jonzot emas. Mening mol-mulkimga to'satdan tajovuz qilgan katta poda. Mayda jonzotlarning ulkan g'alati bo'lishi ham mumkin. Va ularning ovozi qanchalik eshitilmasin, ehtimol mayda jonzotlarning eng yirigidir, lekin ular u qadar ham katta emasdi. Negaki ularning chiqarayotgan tovushi ularning o'zidan ham kichkina edi. Bu allaqanday mening yonimda xalal bergancha o'tib borayotgan va tez orada bu o'tishni yakunlaydigan ko'chmas jonzotlar podasi bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun ochig'ini aytganda, men ortiqcha ish qilmasdan vaziyat yetilishini kutib turishim kerak edi. Agar ular chindan notanish jonzotlar bo'lsa, nimaga men ularga ko'rinmayapman? Men ularning hech bo'lmasa bittasini tutib olish uchun juda ko'p joylarni kovlab chiqdim, lekin birortasini ham topolmadim. Shu payt xayolimga bir fikr kelib qoldi. Balki ular menga ma'lum bo'lgan jonzotlar ichida eng kichikidir. Shunchaki ular haddan ortiq ko'p shovqin solishar va kavlangan yerni boshidan tekshirib chiqaman. Yumaloq guvochalarni mayda kukunga sochib ketishlari uchun yuqoriga otaman. Lekin shovqin solgan jonzotlarni u yerdan ham topib bo'lmaydi. Tobora shu narsa aniq bo'lyaptiki, bunday kavlashlar bilan hech narsaga erisha olmayman. Faqat boshpanamning devorlarida buzib tashlaganim qoladi. Chuqurlarni esa ko'mib tashlashga ulgurmayapman. Ko'p yerlarda menga harakatlanishga va ko'rishga xalal berayotgan tuproq buyumlari yig'ilib ketgan edi. To'g'ri, bularning hammasi ikkinchi darajali tashvishlar edi. Men o'z uyimda bemalol keza olmayapman, dam ololmayapman. Bir necha bor bir qo'limni boshim ostiga qo'yib uxlashga to'g'ri keldi. Chunki so'ragan holatda biror kesakni olishimni vaziyat taqozo etib qolishi mumkin edi. Endi uslubni o'zgartirishga qaror qildim. Endi turli rejalarga qarab o'tirmay, uning haqiqiy sababini topmagunimcha tovush yo'nalishiga qarab katta xandaq qaziy boshlayman. Agar buni mening qo'lim bilan bartaraf qilish mumkin bo'lsa, bartaraf qilaman. Agarda mening qo'limda bo'lmasa, hech bo'lmaganda gap nimadaligini, voqeaning sababini bilib olaman. Buni bilishim meni anchayin tinchlantiradi yoki yana ruhan tushkunlikka tushirar. Ammo qay bir holatda bo'lgan taqdirda ham endi bu voqea meni bezovta qilmay qo'yadi va keraksiz o'ylovlarimga sabab bo'lmaydi. Bu qaror natijasida yengil tortaman. Shu kungacha nima qilgan bo'lsam ham hammasi shoshqaloqlik bilan qilingan bo'lib tuyuladi menga. Men boshpanamga qaytib kelganimda juda hayajonda edim. Hali tashqi muhit tashvishlardan ozod bo'lmagan, boshpananing tinch va sokin hayotiga hali butkul sho'ng'ib ketmagan edim. Uzoq vaqt boshpanamdan mahrum bo'lganligim bois o'ta ta'sirchan bo'lib qolgan va bo'lib o'tgan voqeaga bir jumboqdek qarab, butkul aqlimni yo'qotgan edim. Gap o'zi nimada? Uzoq pauza bilan davom etayotgan, juda past ovoz, ko'nikib ketish mumkin bo'lmagan zaif tovush yo'q. Bunga ko'nikish ilojsiz. Biroq uni o'sha yerda hech bir ish qilmasdan ma'lum bir muddat shunchaki kuzatib turish mumkin edi. Ya'ni har 2-3 soatda uni tinglab, voqeani sabr bilan qayd etib qo'yish mumkin. U ovozni har eshitganda quloqni devorga tirkamay, hozirning o'zida biror nima topishga urinmay, shunchaki ichki ovozdalikda barham berish uchun yerga chang solish mumkin edi. Umid qilamanki, endi bundan buyog'i mutlaqo boshqacha bo'ladi. Va yana ko'zlarimni yumib olgancha o'z-o'zimga g'azab qilaman deb umid qilmayman. Tan olishga majburman. A'zoyi badanim xavotirda bir necha soat avvalgidan kam holda qaltirayapti. Agar o'z aqlim meni jilovlab turmaganda edi, men ehtimol ovoz eshitilgan har qanday joyni xuddi mayda jonzotlarni o'zdek biror
sababsiz qaysarlik va ahmoqlik bilan kalishga tushib ketgan bo'lardim. Mening yangi rejam o'zimga bir vaqtning o'zida ham ma'qul kelar, ham biroz yoqmay turardi. Siz ularga qarshi qaratilgan hech nimaga norozilik bildira olmaysiz. Aqalli men hech qanday e'tiroz topolmadim va tushunganim qadar bu reja meni maqsadga yetaklashi kerak edi. Shunga qaramay qalbimning tub-tubidan men bu rejaga aslo ishonmayman. Shu qadar ishonmaymanki, uning oqibatida kelib chiqishi mumkin bo'lgan dahshatlardan ham hadik qilmayman. Ha, o'sha dahshatli oqibatlarga ham ishonch yo'q menda. Hatto buni tushunarsiz ovozni ilk bora eshitganimdayoq chuqurni shunday usulda qazishni o'ylagan edim. Biroq qisqatga muvofiq ekanligiga ishonchim komil bo'lmagani bois bu ishni amalga oshirmagandim. Albatta men mana shu chuqur qazish rejasini qabul qilaman. Vaholanki mening boshqa biror ilojim ham yo'q. Biroq bu ishni hozir boshlamayman. Uning amalga oshishini biroz kechiktiraman. Agar sog'lom fikrga g'alaba qiladigan bo'lsa, unga tomon shoshilishga hojat yo'q. To oxiriga qadar unga kirishni kutish mumkin. Avvalo nima bo'lishidan qat'iy nazar, men taxmin qilgancha qazib ketaverishim oqibatida boshpanamga yetkazgan zararimni to'g'irlayman. To'g'ri, buning uchun ko'p vaqt kerak bo'ladi, lekin buni to'g'irlashim juda zarur. Men qazmoqchi bo'layotgan yangi chuqur chindan ham maqsadga yetaklaydigan bo'lsa, ehtimol juda uzun bo'ladi. Agar maqsadga olib bormasa, unda bu chuqur aslo tugamaydi, cheksiz davom etaveradi. Men qazishdan aslo to'xtamayman. Nima bo'lgan taqdirda ham bunday ish meni anchayin vaqt boshpanamdan uzoqda bo'lishga majbur qiladi. Bu u qadar ham yomon bo'lmaydi. Albatta istagan paytim o'z-o'zimga ishdan tanaffus berib, boshpanamga kelishim va hatto bunday qilmagan taqdirimda ham mustahkam maydonimdan chiqayotgan havo ish paytimda men tomon esib turishi ham mumkin edi. Shunga qaramay, boshpanamdan uzoqlashib, o'zimni noma'lum taqdir izmiga topshiraman. Shuning uchun o'zimdan keyin hamma narsani tartibli holatda qoldirmoqchiman. Aks holda, tinchlik uchun kurashayotgan bu maydonning tinchini o'zim buzgan bo'lib qolaman. Shunday qilib, ishni avval qasilgan teshiklarni tuproq yanada qaytadan sidirib qo'yishdan boshlayman. Bu ish men uchun yangilik emas. Buni juda ko'p bor amalga oshirdim. Deyarli ish sifatida qaramayman bunga. Ayniqsa, eng oxirgi jarayon bo'lgan yerni tekislashni tengsiz mahorat bilan amalga oshiraman. Buni maqtanish uchun deb qabul qilmang. Bu shunchaki haqiqat. Ammo bu ayni vaqtda menga qiyinchilik tug'diryapti. Boisi chalg'ib ketyapman. Ish o'rtasida ko'p bora qulog'imni devorga tirkayman va diqqat bilan quloq solaman. Bu orada arang yig'ilgan tuproq uyumini yana chuqur tubiga sirg'anib tushishiga kabi oxirgi ishlar keskin diqqatimni talab qilardi. Buni qila olishim esa dargumon. Ishimdan keyin beo'xshov o'ydim chuqurlar, ko'rimsiz yoriqlar qolib ketar. Noto'g'ri yo'nalgan devorda qolib ketgan burchuqlar qayta tiklab bo'lmasligi haqida-ku gapirmasa ham bo'lardi. Men esa o'zimga ularning barchasi dastlabki choralar uchun zarur ekanligini aytib tasalli berardim. Qaytganimdan so'ng yana qayta xotirjamlikka erishganimdan keyin nihoyat mana shu xatolarni tuzataman va hammasi ana shu lahzada amalga oshadi. Ha, ertaklarda hammasi bir lahzada amalga oshadi va men o'zimga berayotgan bu tasalli ham aslini olganda bir ertak xolos. Bu ovozni vaqti bilan to'xtatib, yo'laklarni kezib chiqqancha ovoz eshitilayotgan yangi nuqtalarni belgilab olish bu mutlaqo qiyin ish emas. Har bir yerda alohida to'xtab tinglash kifoyadan ko'ra hammasini bir lahzada to'xtatish anchayin foydali bo'lardi. Va men yana foydasiz kashfiyotlarni ham qilaveraman. Ba'zida menga uzoq davom etadigan pauzalar tarzida tovush to'xtab qolgandek tuyuladi. Ba'zida esa shunchaki siz ovozni eshitmayotgan bo'lasiz. Vujudimdagi qon quloqlarimga quyiladi. Keyin esa ikkita pauza birlashib ketadi va siz bir lahzaga tushunarsiz ovozni abadiy to'xtaganini tasavvur qilasiz. Keyin quloq solmay qo'yasiz. Sakrab o'rningizdan turasiz va hayotingizda burilish davri kelganini his qilasiz. Va boshpanaga sukunat olib kirayotgan buloqlar qayta ochilgandek tuyula boshlaydi. O'z kashfiyotingizni darhol tekshirib ko'rishdan hayiqasiz. Dastlab mustahkam maydonga yugurib borishingiz uchun hech bir ikkilanishlarsiz ishonib topshirishingiz mumkin bo'lgan kimnidir qidirasiz. Butun vujudingiz bilan yangi hayot uchun uyg'onganingiz, anchadan buyon hech nima yemaganingiz yodingizga tushadi. Tuproq uyumi ostida qolib ketgan zaxira yeguliklarni tashqariga chiqara boshlaysiz.
Hali ularni yutishga ulgurmasdanoq hammasini yana bir bora qayta tekshirish uchun kashfiyot qilgan joyingizga qarab yugurasiz. Diqqat bilan quloq tutasiz va ana shu palada xato qilganingizga amin bo'lasiz. U yerdan yana bir maromda chiqayotgan ovoz eshitila boshlaydi. Og'zingizdagi luqmani tupurib tashlaysiz va oyog'ingiz ostida ezg'ilashga urinasiz. Keyin nima qilishni bilmasangiz ham yana ishga kirishib ketasiz. Bu narsa zarur bo'lgan biror yerda agar shunday joylar yetarli bo'lsa, avtomatik holatda qandaydir ishni boshlab yuborasiz. Xuddi oldingizda nazoratchi paydo bo'lib, uning qarshisida qandaydir sahna asarini ijro etishingiz kerakdek. Biroq yana biroz ishlaganingizdan so'ng sizni bu yerda ham yangi kashfiyot kutib turgan bo'lishi mumkin bo'ladi. To'satdan shivlash ovozi kuchayib borayotganda, to'g'ri, judayam baland ovoz emas, biroq odatdagidan ko'ra kuchliroq. Bu yerda faqat mana shunday nozik farqlar haqida gapirish mumkin. Judayam baland bo'lmagan taqdirda ham erkin eshitish mumkin bo'lgan darajada edi. Har yaqinlashgan sari uning ovozi kuchayib borayotgandan ham ko'ra yanada aniqroq eshitilayotgandek tuyulardi. Devordan sakrab tushasiz va birgina qarash bilan kashfiyotning yuzaga kelishiga sabab bo'lgan barcha kutilmagan voqealarga ko'z yugurtirib chiqasiz. Shunday kechimga kelib chiqadiki, boshpana aslida hech qachon hujumlarga bardosh bera oladigan holatda bo'lmagan. To'g'ri, uni qurishda muddao aslida boshqacha bo'lgan. Biroq hujum xavfiga qarshi hayotiy tajribalar va himoya choralariga qaramay, boshpana o'z muddaosidan ancha uzoqlashib ketgandek tuyulardi. Agar uzoq bo'lmagan taqdirda ham bu aslida aql bovar qilmas holat. Bu nazarimda tinch hayot yaratish maqsadi oldida ikkinchi darajadagi masala hisoblanadi. Tabiiyki, boshpananing mavjudligini o'zi hamma narsadan ko'ra muhim hisoblanadi. Bu borada asosiy muddaodan chetlashmagan holda juda ko'p choralarni ko'rish mumkin edi. Biroq bu qandaydir tushunarsiz bir tarzda e'tibordan chetda qolgan. So'nggi paytlarda juda omadim chopgandi. Hatto shu darajada ediki, vaqt meni anchayin taltaytirib qo'ygandi. To'g'ri, ko'p bora xavotir ichida yashadim, biroq bu xavotir mening vaqtimga u qadar ham xalal bergani yo'q. Eng birinchi navbatda nima qilish kerak? Boshpanani barcha xavf-xatar va himoya nuqtai nazaridan qayta ko'zdan kechirib chiqish, shundan kelib chiqqan holda uni boshidan qurish rejasini ishlab chiqish va ana shundan keyin tetik bir holda ishga kirishish kerak. Ha, bu hozir uchun juda muhim ish, biroq buni amalga oshirish uchun kech bo'lganda. Bu zinhor ularni kuzatish maqsadida duch kelgan joydan kuzatuv chaqaruv chuqurini qazish uchun emas. Barcha xatti-harakatimni bitta maqsadga, ya'ni juda tez orada meni quvib yetadigan bema'ni qo'rquv ostida xavfni eslash uchun muhim edi. Ana shu qo'rquvni o'ldirish uchun va to'satdan avvalgi reja mohiyatini tushunishdan to'xtadim. Bu reja ilgari menga juda mukammal tuyular edi. Endi esa undan mantiqdan asar ham ko'rmayapman. Bu ishlarni ularning ovoziga quloq tutib yurishni to'xtataman endi. Bundan o'z-o'zimning xayollarimga tasdiq izlashni bas qilaman. Har qanday kashfiyotimdan voz kechaman va shu orqali ichimdagi ziddiyatli tovushlarni ham to'xtata olsam, bunda faqatgina quvongan bo'lardim. Meni olib chiqib ketishlari uchun yo'laklarga imkon berib qo'yaman. Hali qaytganimdan buyon ko'rmagan panjalarim bilan paypaslab ko'rmagan anchayin uzoqdagi yo'laklar qarshisidan chiqaman. Mening paydo bo'lishim bilan parchalangan sukunat endi o'zimga tomon bostirib kelardi. Biroq men bu sukunatga taslim bo'lmayman. Yana shoshib ketaveraman, bilmayman nima istayapman. Ehtimol barchasidan dam olmoqchidirman. Tentirab boraveraman va shu qadar uzoqqa ketib qolamanki, o'zimni beixtiyor labirint ichida ko'raman. Vaqtning eng yuqori qismidan turib quloq solgim kelib qoladi. O'sha oqilli hayot tarzi qanchalar uzoqda qolib ketdi. Shu qadar uzoqlashdiki, meni yana qiziqtira boshladi. Men eng yuqori qismigacha ko'tarilaman va diqqat bilan quloq solaman. Chuqur sukunat. Bu yer qanchalar yaxshi. Hech kim mening uyim haqida o'ylamaydi. Hammaning o'z mashg'uloti bor. Men bilan birovning mutlaqo ishi yo'q. Qanday qilib bu xotirjamlikka erishdim? Bu yer moq qoplamasining yuqori qismi boshpanamdagi uzoq vaqt qolib quloq tutib yotishni mumkin bo'lgan yagona joy edi. Boshpanamdagi hamma holat chapasiga aylangan. Ilgari eng xavfli hisoblangan joy eng tinch yerga, mustahkam aynan esa shovqinli va xavfli hududga aylangandi. Eng yomoni, bu yerda mutlaqo halovat yo'q edi. Hech nima o'zgarmagandi. Xavf-xatarmi, shovqin yo sukunatmi, barcha holat avvalgidek moq qoplamasining tagida meni poylab yotardi. Lekin barchasiga nisbatan befarq bo'ldim. Boisi devorlardan eshitilayotgan bu ovozga bor vujudim bilan berilib ketgandim. Chindan berildimikan?
Ovoz kuchayadi, tobora yaqinlashib boradi. Dastlab labirint yo'llari bo'ylab yashincha yuraman. Keyin shu yerga bog'ning eng yuqori qismiga, go'yoki boshpanamdan chiqayotgan bu tovushga taslim bo'lgandek o'rnashib olaman. Bog'ning aynan mana shu qismiga joylashib bo'lganidan xursand edim. Ular hech bo'lmaganda mana shu yerda meni o'z holimga qo'yishardi. Shitirlashmi? Axir menda bu shitirlashning sabablari haqida aniq bir fikr mavjud emasmidi? Ehtimol, bu mayda jonzotlar yerni kavlayotgan vaqtdagi tuproqning zovurlarga tushib borayotgan ovozidir, deb o'ylagan men emasmidim axir? Bu fikr xuddi o'zgarmagandek edi. Agar gap bevosita zovurlar bilan bog'liq bo'lmasa, buning hech qanday aloqasi bo'lmasa, unda oldindan hech qanday qarorga kelish kerak emas va sababini kashf qilguncha yoki jonzotlardek o'sa sababini ko'rsatib berguncha qadar kutish kerak edi, xolos. To'g'ri, hozir ham har xil taxminlar bilan o'zimni band qilishim mumkin edi. Masalan, boshpanamdan uzoqroqda suv toshgan menga xuddi hushtakligiday tuyulayotgan bu shitirlashni ana shu suvning chayqalishidan chiqayotgan ovoz deb qabul qilishim mumkin edi. Biroq men bu masalada ko'p narsani tushunmasligimga qaramay, suvga duch kelgan vaqtimda uning o'zanini o'zgartirgandim. Va shuni natijasida suv u yerdagi tuproq tomonga qaytmagandi. Demak, endi buni suvning chayqalishidan chiqayotgan ovoz deb o'zimni alday olmayman. Biroq xotirjamlikka chaqiruvchi har qanday undashlar shunchaki befoyda, xayolni boshqarish imkonsiz. Va yana bu ovoz bir nechta mayda jonzotlardan emas, balki yaxlit bir ulkan hayvondan chiqayotganiga ishonayotgandim. Nazarimda buni o'z-o'zimga inkor qilish foydasiz edi. Ko'p fikrlarim bu taxminimga qarshi edi. Aslida, birinchidan, bu ovoz barcha yerdan bir xil ohangda eshitilyapti. Bundan tashqari, bu ovoz kecha-yu kunduz o'zgarmas tartibda eshitilib turibdi. Albatta, xayolga birinchi bo'lib mayda jonzotlar haqidagi fikr kelgandi va qazish vaqtida men ularni uchratishim muqarrar edi. Biroq hech narsa topilmadi. Faqatgina katta hayvonning mavjudligini tan olishgina qolgandi. Bu farazni tasavvur qilishning o'zi esa uni yanada xavfli ko'rinishga olib kirardi. Bu fikrga qarshilik qilishimning yagona sababi shu edi. Endi men bu kabi o'zimni aldashlardan chekinaman. Menda allaqachon shunday taxmin paydo bo'lgandiki, hayvon tinimsiz harakatlanayotgan natijasida tovush hattoki uzoq masofadan ham eshitilyapti. U bo'm-bo'sh xiyobonda yurayotgandek, shunday katta tezlik bilan harakatlanyaptiki, uning kavlashi ta'sirida yer titrab ketyapti. Hattoki bu qaltirash hayvon o'tib ketgandan keyin ham tinmayapti va natijada titrash bilan qazish tovushi bir-biriga qorishib ketyapti va men uning aks sadosini hamma yerdan bir xil ohangda eshityapman. Hayvonning men tomonga qarab harakatlanayotgani ham ovozga ta'sir qilardi, menimcha. Shuning uchun tovush o'zgarmasdi. Ehtimol, uning men bilmaydigan qandaydir rejasi bor, taxminimcha. U atrofda xuddi doira bo'ylab harakatlanayotganday izg'iydi. Va uni kuzatgandan buyon mening boshpanam atrofida izg'ishni boshlagan. U men haqimda biladi, deb da'vo qilmayman, albatta. Bu ovozning bir qarasa hushtakka, yana bir qarasa oddiy shitirlashga o'xshayotgani menga jumboqdek tuyulayotgandi. O'z panjalarim bilan yerni tirnagan va kavlagan vaqtimda chiqadigan ovoz bunga mutlaqo o'xshamaydi. Shitirlash ehtimol hayvonning unga ko'mak beradigan asosiy quroli bo'lgan tirnoqlardan emas, balki uning tumshug'ida yoki qandaydir xartumidan chiqayotgan bo'lishi ham mumkin. Ular nafaqat katta kuchga ega, balki juda o'tkir ham. U kuch bilan xartumni yerga surqadi va katta bo'laklarni tortib oladi. Bu vaqtda hech nimani eshitmayman. Va bu men anglagan pauzaning kelib chiqish jarayoni edi. Keyin u navbatdagi tumshuq suqishi uchun chuqur nafas oladi. Ovoz hatto yerni silkitib yuboradigan nafas olishdan yana emas, balki keskin harakat qilish natijasida ham chiqayotgandi. Bu esa menga yengil shitirlash shaklida eshitiladi. Biroq uning hech bir tanaffussiz ishlash qobiliyati men uchun tushunarsizligicha qolib ketayotgandi. Balki kichik pauzalar uning uchun qaysi tanaffus qismini bajarib berar. Biroq u hali katta, haqiqiy tanaffusni bermagandi o'ziga. U kecha-yu kunduz shunday tetiklikda, bir maromdagi kuch bilan yerni kavlashda davom etar. Go'yoki shoshilinch tarzda amalga oshirishi kerak bo'lgan rejasi bor edi-yu, uni amalga oshirish uchun barcha ma'lumotlarga ega edi. Iloji qancha, ochig'i bunday raqibni kutmagandim. Uning o'ziga xosligi tan olish bilan birga, ochig'ini aytsam, undan doimo ogoh bo'lib yurishimga to'g'ri kelayotgandi. Axir men tomonga kimdir yaqinlashib kelyapti. Qanday qilib hayotim bu qadar baxtli va osuda o'tdi? Raqiblarimga boshpanamning yo'lini kim ko'rsatdi? Nima uchun ular mening uyimni bunchalar keng holatda tasvirlab berdi? Nima uchun ular meni shuncha vaqt qo'riqlab kelishdi? Endi esa bunchalik qo'rquvni keltirib chiqaryapti. Hozirgi bahaybat hayvonni o'ylashdan ko'ra, avval taxmin qilganim mayda jonzotlarni o'ylashga ko'ra vaqtimni sarf qildimmi?
yoki shunday boshpanaga ega bo'lish orqali har qanday begona mavjudotdan ustun kuchga ega bo'laman deb umid qilganmidim? Men bunday katta va mo'rt boshpananing egasi sifatida, albatta, har qanday hujum qarshisida himoyasiz edim. Boshpanaga egalik qilish baxti meni taltaytirib qo'ygandi. Uning zaifligi meniyam tobora zaiflashtirib borar. Unga yetayotgan shikast xuddi o'z tanamga yetkazilayotgan og'riq berardi. Aynan mana shu narsa barini oldindan ko'ra bilishimni, garchi u qadar jiddiy qaramayotgan bo'lsam ham, faqat o'zimnigina himoya qilishimni emas, balki boshpananing ham himoya ostiga olishimni talab qilardi. Avvalo uni alohida qismlardan boshlab e'tiborga olishim, ularga hujum bo'lgan taqdirda ham bu qismlarni darhol tuproq bilan qoplashim va deyarli hujum bo'lmaydigan qismlarni ajratib olishimga to'g'ri kelardi. Bundan tashqari tuproqni shunday xavfsiz ko'rinishda qoplashim kerak ediki, hujum qilayotgan jonzot bu yerda biror boshpana mavjudligi haqida xayoliga ham keltirmasin. Bu tuproq qatlami faqatgina boshpanamni berkitish uchun emas, balki eng asosiysi raqibning o'z qo'liga olishimga ham xizmat qilishi kerak edi. Biroq men bu tomondan kichik bo'lsa-ham biror urinish qilganim yo'q. Hech nimaga e'tibor qilmay loqayd yashadim. Balog'at yillarimni xuddi bolalar kabi beparvolikda barcha narsaga, hattoki xavf-xatarga ham ermakdek qarab o'tkazdim. Haqiqiy xavf-xatar esa xayolimga ham kelgani yo'q. Vaholanki bunga ishoralar yetarlicha topilardi. Biroq hozirgi xayollarim bilan teng bo'lgan birorta voqea hali sodir bo'lmadi. Aytganday, boshpanamni qurishni boshlagan vaqtim shunga o'xshash voqea sodir bo'lgandi. Asosiy farq shunda ediki, u vaqtda boshpanamni qurish endigina boshlangandi xolos. Men u vaqtda hali tajribasiz bir o'quvchi kabi ishlardim. Birinchi bo'lak ustidagi labirintning umumiy ko'rinishini rejalashtirib qo'ygan va kichik maydonchani allaqachon qurib qo'ygandim. Biroq devorlarning shakli, ularning ko'rinishi haqida hali menda muvaffaqiyatli tasavvur mavjud emasdi. Bir so'z bilan aytganda, hali tasavvurga va shaklga kirmagan buni faqat imkoniyat sinab ko'rish deb qabul qilishim mumkin edi. Yana shuni aniq bilardimki, agar menda bu qurilishlar uchun toqat yetishmaydigan bo'lsa, keyinchalik bu ishlarni hech bir afsuslanishlarsiz o'sha jarayonning o'zida to'xtatishim mumkin edi. Va bir kun mana shu ishlardan tanaffus qilayotgan vaqtim, hayotim davomida juda ko'p bora o'zimga tanaffus imkonini berganman. Tuproq uyumlari ustida yotar ekanman. Uzoqdan shovqin ovozini eshitdim. Yoshligimda menda qo'rquv hissidan ko'ra qiziquvchanlik ancha ustunlik qilardi. Shu sababdan ishimni to'xtatdim va faqat quloq tutish bilan band bo'ldim. Tinimsiz tingladim va uning ovozini eshitmaslik uchun bog' qoplamasining yuqori qismiga tomon yuguradim. Men hech bo'lmaganda bu yerda tinglardim. Kimdir yerni kavlayotganini juda yaxshi tushunardim. Garchi masofamiz qay darajada ekanligini aytish qiyin bo'lsa ham, ovoz biroz zaif edi. Men sergak edim, lekin bir vaqtning o'zida xotirjam va sovuqqon ham edim. Ehtimol boshqa birovning kavagini egallab olgandirman. Kavak egasi esa boshpanasi tomon kelayotgandir degan fikr keladi xayolimga. Agar mana shu taxminim o'zini oqlaganida, men o'zimda bu tajovuzga, mana bosim olishga moyillik his qilardim. Ehtimol bu yerda butkul chiqib ketib, boshqa yerdan boshpana qurishni boshlagan bo'lardim. Shunaqa, men hali yosh edim. Menda hali tayin boshpana yo'q. Va ana shunday xotirjamlik va sovuqqonlikni saqlab qola olardim. Voqealarning keyingi rivoji ham biror alohida to'lqinni keltirib chiqarmadi. Faqat joyni aniqlash yengil kechmadi. Agar u yerda yerni kavlayotgan mavjudot chindan ham menga yetib olishga harakat qilayotgan bo'lsa, boshpanamdan chiqayotgan ovozni eshitib, o'z yo'nalishini birdan o'zgartirib yuborgandir ehtimol. Men uning ishini to'xtatib yo'nalishini o'zgartirdimmi yoki uning rejalari o'zgarishiga sababchi bo'ldimmi, aniq xulosaga kela olmagandim yoki adashganman. Ya'ni u menga qarshi hech nima rejalashtirmagan. Nima bo'lgan taqdirda ham xuddi u yaqinlashayotgandek biroz muddat shovqin kuchayib bordi. Ehtimol buning o'rnida qarshimda yer qazuvchi mashina paydo bo'lganda hech qanday qarshilik ko'rsatolmagan bo'lardim. Lekin bunga o'xshash biror hodisa ro'y bermadi. Ma'lum vaqtdan so'ng shovqin susaya boshladi va yer qazuvchi xuddi yo'nalishdan chetga chiqqandek tobora jim bo'lib ketaverdi va birdan mutlaqo jim qoldi. Xuddi o'girilib boshqa tomonlarga ketib qolgandek. Yana ishga kirishishdan avval uzoq vaqt quloq tutib yotdim. Bu menga nisbatan bo'lgan ogohlantirish ekanligi yetarli darajada aniq edi. Lekin tez orada bu haqida unutdim va bu voqealar qurilish rejalarimga zarracha ham ta'sir qilmadi. O'sha davr va hozirgi kunlarim orasida mening balog'at davrim yotadi. Biroq mana shu muddat oralig'ida go'yo hech nima yo'qdek. Men haliyam o'z ishimdan uzoq tanaffus qilaman va devor yonida quloq solib turibman.
Yerni kavlayotgan mavjudot esa yaqinda o'zining dastlabki muddaosini o'zgartirdi va ortiga qayrildi. U o'z salohiyatidan qaytdi. U menga uning qarshisidan chiqishni tayyorgarlik ko'rishim uchun yetarlicha vaqt berdim deb o'ylayapti. Mening ahvolim esa avvalgidan ko'ra og'irroq. Bu kengina yashash joyini mutlaqo himoyasiz va endi tajribasiz o'quvchi emas, anchayin tajriba orttirgan yoshi katta quruvchi edim. Hal qiluvchi daqiqalar kelgan vaqtda menda qolgan kuch sarflanishni rad etib qolishi ham mumkin edi. Lekin qanchalik qarib bo'lmayin, hozirgidan ham ko'proq qarishni, mana shu mohning ostidan ketolmaydigan darajada quvvatdan qolishni xursandchilik bilan qabul qilgan bo'lardim. Chindan ham men bu yerda yotganda sabrim chidamaydi. Men o'rnimdan turaman va yana ichkari tomon shoshilaman. Bu yerda go'yo dam olmagandek, aksincha o'zimni yangi tashvishlar bilan bezovta qilgandek boshpanamga qarab yurib boraman. So'nggi daqiqalarda vaziyat qanday edi o'zi? Ovoz zaiflashganmidi? Yo'q. U kuchayib ketgandi va har qanday joy tinglash uchun yetarlicha qilayotgandi. Shunda men hech qayerda ovozning o'zgarmayotganini, hanuz bir xil aniqlikda chiqayotganini eshitib, o'ylayotganimning barchasi faqat miyamdagina mavjud bo'lgan yanglish tasavvur ekanini aniq angladim. Raqibim tomonidan hech qanday tanaffus qilinmagan, u xotirjam va har qanday vaqt shunchasidan yuqori turardi. Biroq bu yerda men har daqiqada azobni his qilib bo'lardim. Mustahkam maydonim tomon yana uzoq yo'lni bosib o'tyapman. Atrofimdagi hamma narsa to'lqinlanib ketgandek. Barchasi menga qarab turgan kabi taassurot qoldiradi va menga malol kelmasligi uchun birdan nigohimni chekkaga tortayotgandek tuyuladi. Taxmin qilishga urinayotgandek. Men esa bosh chayqayman. Chunki menda unday qarorning o'zi yo'q. Men birorta qabul qilishni uchun mustahkam maydon tomonga ham bormayman. Kuzatuv xandaqqa kavlamoqchi bo'lgan joyimdan o'tayotganda yana bir marta o'sha joyni o'rganib chiqaman va chuqur aynan ko'plab havo quvurlari bo'lgan tomonga qarab ketar. Ular esa mening ishimni anchayin yengillashtirardi. Ehtimol shitilayotgan ovozning oldiga yetib borguncha u qadar ko'p kavlashning hojati ham yo'qdir. Ehtimol mana shu havo quvurlariga quloq tutishimning o'zi yetarli bo'lgan bo'lardi. Lekin hech bir idrok va anglash jarayoni, hushyor tortishim va yana kavlashimga turtki bo'lish uchun yetarli kuchga ega bo'lmasdi. Bu chuqur menga ishonch ma'lumotlarini berish kerak edi. Biroq men allaqachon ana shu ishonchli ma'lumotlarni olishni istamaslik darajasiga yetgandim. Mustahkam maydonda menga quvvat bo'ladigan go'sht bo'lagini tanlab olaman-da, tuproq uyumi tomon emaklab boraman. Bu yerda qanchalik darajada sukunat bo'lishi mumkin bo'lsa, uyumlarning yo'lda shu qadar sokin edi. Men go'sht bo'lagini yalayman va jarayondan huzur qilaman. Goh sal narida o'zi uchun yo'l ochgan noma'lum jonzot haqida, gohida mutlaqo ayamasdan foydalanib zavq olishim mumkin bo'lgan oziq-ovqat zaxiram haqida o'ylayman. Ehtimol bu mening amalga oshishi mumkin bo'lgan yagona rejam edi. Men hanuz noma'lum mavjudotning rejasini bilishga urinardim. U shunchaki kezinib yuradimi yoki o'zining alohida boshpanasi yaratish rejasi bilan yuribdimi? Agar u shunchaki kezinib yurgan bo'lsa, u bilan kelishish mumkinmi? Agar u to mening oldimgacha yerni kavlab keladigan bo'lsa, unga zaxiramdagi luqmalardan beraman va u yana davom etaveradi. Xo'sh, deylik, chindan davom etaveradi. Tuproq uyumlari ustida o'tirgancha albatta nima zarur bo'lsa, bari haqida, masalan, o'zaro kelishib olish haqida o'ylab ko'raman. Garchi o'zaro kelishib olish mutlaqo imkonsizligini juda yaxshi bilsam ham, bir-birimizni ko'rishimiz bilanoq hatto bir-birimizni yaqinlashayotganimizni his qilgandayam gangib qolishimiz va shu vaqtning o'zida ochlikning boshqa bir turiga yo'liqishimiz, hatto to'q bo'lgan taqdirimizda ham o'sha vaqtda tirnoq va tishlarimizni ishga solishimizni ham juda yaxshi bilardim. Biroq ehtimol bu hayvon o'zining kavagini kavlayotgandir. Shunda o'zaro kelishish haqida o'ylamayman ham. Agar bu noma'lum jonzot o'z kavagi yonida qo'shni kavakka toqat qilishga tayyor bo'lganda ham, mening boshpanam uydan doim qandaydir ovozlar eshitilib turadigan qo'shnisiga toqat qilmaydi. To'g'ri, hayvon ancha uzoq masofada bo'lishi kerak va agar u yana yo'lida davom etaversa, butkul g'oyib bo'lib ketadi. Balki bu shitirlash umuman barchasi xuddi eski kunlarda qolgani kabi iz-izga tushib ketar.
Shundan keyin hammasi men uchun og'riqli, biroq foydali tajriba bo'lib tuyula boshlaydi. Bu aslida mening takomillashishimga xizmat qilgan bo'lardi. Xotirjam bo'lsam va xavf menga bevosita tahdid qilmay qolsa, haliyam jiddiy ishlarni amalga oshirishga qodirman. Balki ulkan imkoniyatlarga ega bo'lgan bu jonzot o'z yo'lini mening boshpanam tomonga davom ettirishdan bosh tortar va o'zini boshqa biror narsa bilan siylar. Albatta, bularning barchasiga kelishuv yo'li bilan erishib bo'lmas. Balki jonzotning jarayoni to'g'ri anglashi yoki mening majburlashim bilan erishish bo'lgan bo'lardi. Ehtimol. Har ikki holatda ham jonivorning men haqimda aynan nimalardan xabardorligi juda muhim edi. Qancha o'ylaganim sari jonivor meni eshitishi mumkinligi shunchalik haqiqatdan yiroq bo'lib ko'rinardi. Garchi u men haqimda boshqa biror yo'l bilan ma'lumot olganini tasavvur qilish qiyin bo'lsa-da, baribir u meni mutlaqo eshitmasdi hisob. Hozircha u haqida hech nima bilmayman. U meni chindan eshitolmaydi. Boisi u vaqtda atrofni sukunat qoplagandi. Axir o'z uying bilan yuzlashishdan ko'ra sokin va xotirjam holat yo'q. Men turli joylardan chuqur qaziy boshladim. U meni eshitishi mumkin edi. To'g'ri. Men erkavlayotgan vaqtim deyarli shovqin bo'lmaydi. Agar meni eshitgan bo'lsa ham, men ham biror nimani payqagan bo'lardim. U mana shu vaqt oralig'ida meni tinglagan va o'z ichidan tanaffus qilgan bo'lishi kerak edi. Biroq hammasi hech bir o'zgarishsiz qoladi. 1923-1924 yil.